Mana bu 6 ta yaponcha strategiya men va ko'plab muvaffaqiyatli insonlarni dangasalikdan qutulishga yordam bergan. Birinchisi, kaizen. Mukammallikka intilishni o'rniga har kuni oz-ozdan yaxshilan. Sekin asta harakat qilish harakatsizlikdan ko'ra yaxshiroq. 2. Ikigai. Hayotdagi maqsadlaringni topish bu 4 ta omilning kesishgan joyida yotadi. Nimani yaxshi ko'rasan, nimada talantlisan, sen dunyoga nima bera olasan va odamlar senga nima uchun pul berishlari mumkin. 3. Wabi-sabi. Nomukammallikni qabul qilish. Hamma narsani ideal qilishga harakat qilish vaqtni yo'qotishdir. Eng yaxshisi shunchaki boshlash. 4. Shoushin. Yangi bilimga ochiq bo'lish bu kibrdan voz kechish va har qanday mavzuga yangi boshlovchi kabi qiziqish bilan yondashish demakdir. 5. Ganboru. Sabrlilik va qat'iylik. Qiyin vaziyatlarga qaramay harakat qilishda davom etish. 6. Shinrin yoku. Tabiat bilan uyg'unlikda bo'lish. Bu amaliyot stressni kamaytirish va kayfiyatni yaxshilashga yordam beradi. Yuqoridagi strategiyalar ko'p narsada yordam bergandek, shu bilan birga daromadli soha bo'lgan tradingni ham ancha qo'l keladi. Agar tradingni o'rganib noldan daromadga chiqmoqchi bo'lsang, kommentariyada 100 raqam emojisini qoldirib ket. Senga bu borada yordam beraman.